Ko'plab vatandoshlarimiz Yevropa davlatlariga kelishlik uchun oylab, yillab vizaga harakat qilishgan, lekin natija yo'q. Assalomu alaykum, sizlar bilan Sherzod Lyuksemburg. 1,5 yildan buyon internet tarmoqlarida aktivlikni yo'qotgan edik. Mana bugundan boshlab yangiliklar katta kuch bilan kirib keldik. Xudo xolasa Yevropa davlatlariga kelishlik uchun va Yevropa davlatlariga turistik biznes vizalar bilan kelganingizdan keyin Yevropa davlatlaridagi ID kartalarni olishda yordam hamda Yevropa bo'ylab siz xohlagan turli xildagi ish o'rinlarini topib sizga ish o'rinlari bilan ta'minlashga harakat qilamiz. Uning uchun siz kanalimizdan uzoqlashmang, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qandaydir sizga Yevropa bo'ylab yordamlar kerak bo'ladigan bo'lsa agar Telegramdan aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Telegramdan aloqaga chiqish uchun +49 152 130 834 61 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin.